video boshlanibdi-ku. Alloh hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Master. Bugun videomizda sizlar bilan o'sha mana bu qurgan kemamni obzorini ko'rsatib o'tib ketaman. Uzr sal qotyapti. O'zi g'atta tursin bo'shola. Mana suvning ichida kema. Tushadigan joylari, mana bayroqlari, pechkalar bilan suvda turibdi. Pechkalar o'chib qolgan. Mana kemani tepadan ko'rinishi. Faslida baliqlar, delfinlar, toshbaqalar bor. Mana bu yerda qaroqchilarning anavsi, bu anavi kapitan qora soqol, ko'rko'z. Ko'rko'z uchun, bir ko'z uchun bitta like bosib ketinglar. Iltimos sizlardan do'stlar, like'lar kam bo'lyapti videoda. Prosmotr yaxshi, lekin like kam bo'lyapti. Mana yelkanlari. Qaranglar. Chip to'g'ri kelganda, birga bir to'g'ri kelgan. Ko'rasizlar do'stlar? Birga bir to'g'ri kelgan. Mana verstak, mana bu yana bayroqlar. Qaranglar do'stlar, qanday dizaynga o'zini xuddi bir nima desam endi, dizaynga moslab qurilgan. Qaranglar, bayroqlar ham qolgan narsalar ham o'z joyiga mos-da. Men bu ikkita taxta nimaga qo'yilgan desanglar, billah. Uni yurib kelasizlar-yu, shuni bitta sakrorda tepaga chiqib ketib qolyapti-da, o'shanga. Mana barrellar, bochkalar, mana olmos, oltin, mana bu yerda uy jihozlari. Oson, mana bu yerda luklar, realistik bo'lish uchun agar suv ostidan hujum bo'lsa, shuni yo'q qo'yasizlar, oynalar sinsa ham bulardan suv o'tmaydi. Mana bu yerga zombi kirgan mana. Va mana bu odam uni o'ldirgan. Mana vizirladi. Nima desam endi? Rasmlar, mana chanoq, bosh chanoqlari, qora, oq, mana yana qaroqchilar ana kemasini, ana bayrog'i, yana shular, yana mana yerda oq kalla, mana bu yerda qora kalla. Xuddi shulardan iborat. Mana qayiqchaga o'tkazib qo'yganman. Bo'lmasam buni hech qanaqasiga ishlab bo'lmaydi. Qaroqchi bo'lish uchun atalib shunaqa bir ko'zligidan tanlaverdim, chiqmayapti. Undan keyin boyagi tug'dirib o'ldiraverdim, oxiri chiqdi. Men buni ham o'tgan videolarda birida obzor qilgandim. Nimaga meni asta gapiryapsan va kayfiyatim yo'q deysizlar. Charchab qoldim yomon. Bugun men uchun og'ir ish deyapman, kun bo'ldi. Do'stlar, hozir yana nima qilsam deyapman. Kommentariyaga fikrlarni yozib ketinglar, iltimos sizlardan. Nima quray? Shuni yozinglar bo'ldi. To'g'ri, hozirgi videom kam prosmotr yig'ishi mumkin, kam obuna yig'ishi mumkin, lekin sizlar yozinglar, o'sha narsani men quraman. Aniq. Javob, men o'sha narsani quraman. Iltimos sizlar kanalga like bosib obuna bo'linglar. Shuncha qiziqarli narsalar sizlar uchun video qilib chiqaryapman. Sizlar mazza qilyapsizlar, to'g'ri, bilaman. Boshqalar videosini ko'rib ham o'zim mazza qilaman. Fezotjon, undan keyin Stevejon, Fluxoplay, Princeski, Joha, Redder, Artifact, Baxus, Hacker, yana Grox akalamizning kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan men Master bo'ldim. Kommentariyga fikr yozib ketinglar. O'shanda masalan uy quring, bino quring, haykal quring desanglar, men o'zim o'shani qurardim.
Kanalga like bosib obuna bo'linglar. Men sizlardan javoblarni kutib qolaman. Iltimos obuna bo'lib like bosing.